بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıdan 30 qissa. Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar: "Mo'minni ishiga ajablanaman. Qaysi holat uni boshiga kelsa ham u uchun yaxshilik. Ne'mat kelsa shukr keltiradi, Alloh rozi bo'ladi. Mashaqqat, mehnat, qiyinchilik kelsa sabr qiladi, bunga ham ajr oladi." Demak, bu narsa faqat kimga berilgan? Mo'min odamga. Bugungi o'qiydigan hadisimizning mazmuni mo'minning aziyati yengilligida boshlanishi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Kanat banu Isroil yagtasiluna uratan, yanzuru ba'duhum ila sawati ba'd, va kana Musa alayhi salam yagtasilu wahdahu." Banu Isroilga yuborilgan ulug' payg'ambarlardan Musa kalimulloh Banu Isroil bilan mana shu sargardonlik yillarida yurar ekan, Banu Isroil yalang'och holatda bir joyda yig'ilishib cho'milishardi, yalang'och holatda. Musa alayhisalom esa yolg'iz yuvinar edi. Faqalu wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Banu Isroil aytdiki, "Vallohi Musoni biz bilan birga yuvinishdan uni badanida bir ishig'i borligi to'sadi" deydi. Grija deydi bizning tilda. Badanida bir ishig'i bor, shu narsa sababli bizni oramizda yuvina olmaydi deydi. Qala fadhahaba marratan yaghtasilu fawada thawbahu ala hajarin fafarra al-hajar bi thawbihi. Kunlarda birida Musa alayhisalom yuvinishlik uchun bordi, kiyimlarini hech kim yo'q joyda yechib bir toshning ustiga qo'ydi. Tosh Alloh taoloning bir qudrati bilan ustida Musa alayhisalomning kiyimi bo'lgan holda qochib ketdi. Tosh qochib ketdi. Fajama'a Musa fi ithrihi yaqul thawbi hajar, thawbi hajar. Musa u toshni izidan quvib ketdi. Yugurib ketar ekan qichqirar edi: "Kiyimim, tosh, kiyimim, tosh." Kiyim qochib ketyapti. Hatta nazarat banu Isroil ila sawati Musa faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Banu Isroil Musoni ko'rgach, biror bir joyda bir ayb yo'qligini ko'rgach, Allohga qasam, Musoni biror bir ayb yo'q ekan deydi. Faqama al-hajaru ba'du hatta nuzira ilayhi. Qala fa akhadha thawbahu fa tafiqa bil hajari darban. Tosh to'xtadi, unga qaraldi. Ular vallohi Musoda ayb yo'q ekan deydi. Kiyimini oldida toshni urishni boshladi Musa alayhisalom. Qala Abu Hurayra vallohi innahu bil hajari nadaban sittatun aw sab'atun zarabahu Musa. Albatta u toshda dedi Abu Hurayra, Musa urgan 6 yoki 7 zarbaning izi bor dedi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Mana hadisdan olinadigan xulosalar. Mavzuda aytdik, musulmonga bir aziyat yetsa, bir mashaqqat kelgan bo'lsa, bu mashaqqat yengillik, yaqinlik ekanligining alomati. Tunni eng qorong'u qismi soat 2 deb e'tibor qilsak, soat 2:00 da tun rosa qorong'u bo'ladi. Endi 2 dan 1 sekund o'tishligiga qarab yuradi. Tushunarlimi? Cho'qqiga chiqqan narsa nimasi bor? Qiyomaga yetgan narsani zavolga ketishligi bor. Demak, musulmon odam ustiga bir qiyinchilik, mashaqqat kelsa, cho'qqisiga chiqadi va albatta nima qiladi? Pasayadi. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchidan, Banu Isroil doimiy suratda jamoat bo'lib yuvinar ekan, yalang'och holda yuvinishar edi. Doimiy suratda yurishni takrorlaganligi uchun bu narsani gunohligini, bu narsani aybligini bilishmay qoldi. Odatda ayb, gunoh bo'lgan narsa bir qavmning ichida fosh bo'lsa, yoyilsa, hamma qilayotganligi uchun bu aybligi ham bo'lmay qoladi. Oddiy narsa bo'lib qoladi. Bir paytlar hamma aroq ichgan paytda aroq ichishlik hech narsa emas edi, oddiy ish edi, erkaklar qiladigan ish edi. Qimor o'ynasa, o'g'il bola o'ynaydi qimorda deylardi. Ikkinchidan, Musa alayhisalomning Robbisiga bo'lgan toati qattiq edi. Hayoli edi. Hammani oldida yalang'och cho'milishlikdan uyalar edi, hayo qilar edi. Birodarlar, hamma payg'ambarlardan qolib kelgan bitta so'z bor.
Agar uyalmasang, xohlaganingni qil degan. Agar uyalmasang Allohdan, uyalmasang odamlardan, xohlaganingni qil. Bir davrlar bo'lgan. Hammomlar umumiy bo'lgan davrda albatta kiyimsiz kirishlikka majbur qilinar edi. Toki mana shu narsa ham oddiy bo'lsin, bu musulmonlarning ko'zi bir-birining avratlariga tushib, ko'zlari o'lsin, qalblari o'lsin. Shu davrlar ham bo'lgan, kattalarimiz biladi. Musa alayhissalom hayoli zot edi. Shuning uchun ukalar, bezbet bo'lishlik shustirlik emas. Shunaliga bir odamda hayoti borligi iymonni borligini belgisi. Uyatchan bo'lishlik ayb emas. Hayoli bo'lishlik iymonni belgisi. Hayo nimadan? Iymondan. Uchinchidan, bu Banu Isroilni yomon gumon qilishlik kasali borligi uchun Musa alayhissalom haqida ham yomon gumon qilishdi. Inna ba'daz-zanni ism. Alloh taolo aytadi, gumondan ehtiyot bo'linglar. Chunki gumonlarning ba'zilari gunoh. Ani uyarayotgandir deb turib to'g'ri gumon qilishdi o'rniga Banu Isroil nima qildi? Musoni aybi bor-da, o'shuning uchun nima qilmayapti? Biz bilan yalang'och cho'milmayapti. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haqida ham shunday bir so'zlar aytilingan. U zotga bir ta'na toshlar otilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana hayotidan bir xulosa oladigan bo'lsak, Ibn Mas'ud rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz g'azotda tushgan g'animalarni taqsim qildi. Shunda ansorlardan bittasiga ozroq tegib qolganda shekilli, "Vallohi" dedi. "Muhammad bu ishi bilan Allohning yuzini ko'zlamadi" dedi. "Adolat qilmadi" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga men so'zni borib yetkazdim dedi Ibn Mas'ud. Rasululloh norozilikdan yuzlari o'zgarib ketdi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin, tahqiq bundan ham ko'proq ozorlarni eshitgan paytda sabr qilganda deb qo'ydi. 4-dan, doimiy suratda ana shu gunohlarni qilinishligi, boya aytganimizdek, u ishni gunoh ekanligini odamlar unutib qoladi. Qanaqa ishlar bor shunaqa? Bizning hayotimizda hozirgi kunda yo'q ekan hech qanaqa. Nomahramlar bilan qo'l berib ko'rishlik. O'g'il bolalar, ehtiyot bo'linglar shu narsaga. Bir erkak, bir ayol nomahram qo'l berib ko'rishganidan ko'ra, shu musulmon erkakning boshidan temir qoziq qoqilib, tovonidan chiqqanligi afzalroq deydi. Musulmon axloqi degan darslarni qo'lingizga berdik deskana. Eshitdinglar-da. Musulmonda ziyoratdagi axloqi, shunda birovning uyiga shunday kirib kelaverishlik. Bormi? O'zimiz akaxon uyiga deb qo'yadi. Falonchivoy kirib kelaveradi. Mumkin emas. Harom birodarlar. Xilvatda qolib bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bir ayol bilan bir erkak yolg'iz qolmasin desa al-humu deyishdi. Shu ayolni erini yaqinlari bo'lsa-chi dedi. Kuyovni aka-ukalari. Al-humu maut dedi payg'ambarimiz. O'lim dedi. Qaynakasi bilan kelin yolg'iz qolmasin deyapti payg'ambarimiz. Bizi qulog'imizga yoqmaydi bu. Lekin shariat bu. Payg'ambarimiz o'lim mumkin emas deyaptimi? Tamom. Shunga o'xshagan odat bo'lib qolgan ishlarimiz bor birodarlar. Qaranglar. Bu meni gapim emas bu. Shuninglar, bu shariat bu. Biz imommiz, bizga savollar bilan kelishadi, xat yozishadi, boshqa qiladi. Eshitib turib birodarlar qiynalamiz. Bizi yurtda, bizi xalq o'rtasida bo'lyapti shu muammo desangiz, ha deydi. Bizda bo'lyapti deydi. Nimaga bunaqa bo'lyapti desangiz, mana shunga o'xshagan ariqlari boshda to'sib qo'yilmagan ma'siyatda. Kichkina ariqchalardan to'planib turib katta ko'l bo'lib qolyapti. Demak, gunoh bo'lgan, ma'siyat bo'lgan ishda davomiy suratda qilishlik insonga bu narsani gunoh ekanligini esdan chiqargizib qo'yadi. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa innalloha yudhillu man yasha va yahdi man yasha. Axir qilgan yomon amali o'ziga chiroyli ko'rinib, uni go'zal amal deb o'ylagan kimsa Alloh haq yo'lga hidoyat qilgan zot kabi bo'lurmi? Zotan Alloh o'zi xohlagan kimsani yo'ldan ozdirur va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Kompas nimaga kerak desa, dengizga chiqqan dengizchilar.
Shamol bo'ladi, yomg'ir bo'ladi, bulut ko'rinadi, yulduz ko'rinadi. Xullas, ketayotgan yo'lini yo'qotib qo'ymaslik uchun kompasga soladi. Shunday kompas qaraydi, men qo'yib kelsa, maqsad yurishimiz kerak ekan deydi, kompasdan, ana shu shimolni ko'rsatayotgan shimolni ko'rsatadi. Shunga qarab yo'lini to'g'rilab oladi. Musulmonda ham kompasi bo'lish kerak qo'lida. Shariat Allohning roziligi degan tomonni ko'rsatib turish kerak siralkasi. Mana olib qarasa, kompas meni ko'rsatyapti. Men qarab ketyapti. Ay to'xta deydim, deb to'g'rilab oladi men qarab. Hozir nimani to'g'rilayapsiz sizlarda? Hozir kompasimizni to'g'rilayapsiz hammamiz birodarlar. Kompasimiz to'g'ri ko'rsatadi, faqat kompasdan chiqib ketib qolamiz. Tez-tez qarab turish kerak. Tez-tez qarab turish kerak. Shuning uchun urf-odatlarimiz, qilib o'rganib qolgan ishlarimiz shariatga tushadimi, tushmaydimi qarashimiz kerak. Bizchi birodarlar, boshqalardan farqimiz bor. Bizning Qur'onimiz bor, bizning payg'ambarimiz qoldirgan sunnatimiz bor. Shunga qarab ergashamiz. Nima desa yetib ketavermaymiz. Tosh xuddi tirik odam singari yurib ketdi. Bu Alloh taoloning qudrati edi. Qarang, Musa alayhisalom haqida yomon gaplar gapirildi, tosh qochib ketdi. Musa alayhisalom chataq bo'ldi deb qo'g'lab ketyapti toshda. Lekin ziyoniga bo'ldimi, foydasiga bo'ldimi Musa alayhisalom? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ey mu'minlar, sizlarga bir ish yoqmaydi, hayotingizda sodir bo'ladi. Sizlarga yoqmaydi, nazariylarda zararga o'xshaydi. Bekor bo'ldi bu narsa deysiz. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ehtimol yaxshilikdir. Qayoqdan bilasiz? Yaxshi ham o'shuncha bora olmaganim. Bo'lsam monchaga tushardim ekan. Birodarlar, mo'min odamga yaxshilik kelsa ham foyda, unga yoqmaydigan yomonlik kelsa ham foyda. Faqat bo'yi kompasiga qarasin. Chunki bizga qaysi narsa yaxshi-yu, qaysi narsa yomon biz bilmaymiz. Sobir mo'minni qilayotgan ishi o'tayotgan kuni zohirida zararga o'xshab ko'ringani bilan oqibati xayrli bo'ladi. Faqat Alloh bergan kunga rozi bo'lsin. Musa alayhisolamning avratini Alloh taolo Banu Isroilga ko'rsatib qo'ydi. Avratni ochishlik gunoh. Avratga ko'z bilan qarashlik gunoh. Ammo avratlarni til bilan ochishlik undan ko'ra kattaroq gunoh. Rozimisizlar? Birovning avratiga bir qaragan odamni gunohi bir qaradi to'xtadi. Bir qaradi to'xtadi. Ammo tili bilan birovning avratini ochayotgan odamni gunohi to'xtamaydi. Siz birovning avratini ochib gapirasiz, sizdan eshitib bittasi gapiradi, bu nima bo'ladi? Shuning uchun Musa alayhisalomni aybidir. Musa alayhisalomni avratini tinmay ochayotgan Banu Isroilga bir marta Musa alayhisalomni ko'rsatib qo'yib turib avratini. Bularni hozir nima qilib qo'ydi? Tiyib qo'ydi. Anbiyolarning xulqi va xalqi komil bo'ladi. Toki kofirlar bularga bir ta'nim alomat qilmasin. Axloqi ham komil bo'lgan, jismonan ham komil bo'lgan ular. Toshni qattiq urishligi Musa alayhisalomni hayosini qattiqligiga bir ishora. Banu Isroilning qalblari qatib ketganligi sababli ularga juda ko'p mo'jizalar ko'rsatilgan. Alloh taolo yuborgan payg'ambarlarning ichida Musa alayhisalomning shariati boshqa payg'ambarlarning shariatidan qattiq bo'lgan. Chunki Banu Isroil shunga loyiq bo'lib ketganki, keyin kelgan Iso alayhisalom avval Banu Isroilga harom qilingan ba'zi ishlarni halol qilib keldi. Eng qattiq shariat Musa alayhisalomga berilgan shariat. Ana shu toshda izini qolishligi Alloh taoloning bir mo'jizalaridanki, keyingi ummatlarga bu narsa hujjat dalil bo'lsin. Alloh taolodan qalblarimizni doim Allohning zikriga moyil qilishini so'rab duo qilamiz. Allohumma solli va sallim va barik ala Muhammad. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.